Salom barcha do'stlar, sizlar bilan men O'zbek Roblox. Bugungi videomizda sizlar bilan Survive the Killer o'ynaymiz, ya'ni killerdan omon qolish. Hozir yangi raund boshlanishiga 20 sekund qoldi. 20 sekunddan keyin yangi raund boshlanadi. Hozir menda sumkamda mana bunaqa kiyimlarim bor. Hozir qaysini tanlab qo'ysam? Mana shuni o'zida tursa bo'laveradi. Chunki tez yuguradigan. Hozir mana pichoqlarimni ko'rsataman sizlarga. Mana shuncha pichog'im bor. Bundan 4 ta, bundan 2 ta. Xo'sh, Classic Firegrounds'ga o'z beramiz. 3 ta, 4 ta o'z bo'ldi. O'tgan videomizda sizlar bilan Escape Keyboard o'yinini o'ynagandik. Oldin aytib qo'yganimda sizlar bilan horror o'ynaymiz degan edim. U horrorda o'ynamayman. Uni ertaga chiqaraman. Bugun sizlar bilan boshqa bitta horror o'ynaymiz. Xo'sh, hozir random aniqlanyapti. Va mendan 2 ta o'tib ketdi. Pajulka 260 degan killer bo'ldi. Videomiz yoqsa sizlarga like bosib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'sh, mana biz spam bo'lib oldik. Endi qayerga yo'nalamiz? Qayerga yo'nalsak bo'ladi? U o'zi meni ukam qo'shildi birga menga. Keyingi videoda mana shu ukam bilan birga videolar chiqaraman. Bye. Aynen öldü koştu. Evet olamaz. Killer bizi gördü. Kule yaptı. Bunu aldap gittik de. Davay. Kaçamız. Bana ukam. Hoş. Killer biz top olsun görüşen çünkü yaşını olamaz. Lekin mana maşi joyam zo'r, biz top olmaydik killer. Ukam ki. Tegi uka. Tamam. Yotib oldi. Mashitda o'tiramiz endi. Albatta kimda menga durja tashlab qo'ysa, qabul qilaman. Mana nikimni ko'ra olinglar, mana bir Sherali. Kimga durja tashlab qo'ysalar bo'ladi mana. Abdulshod. Mana ukamni o'zi ham oldimda yotibdi. Agar mana shu ukam bilan yana bitta video chiqarishimizni xohlasanglar, kommentariyaga davay ikkinchi qismini ham chiqaringlar deb yozsanglar, chiqaramiz birga. Xo'sh, 3 minut qolibdi. 3 minutdan keyin, past 2 minutdan keyin exit eshiklari ochiladi, keyin biz qochib keta olamiz. 2 kishi help me bo'lib turibdi. Menimcha bittasiga yordam berishdi. Xo'sh, endi bizni killer ko'rib qolmaslik kerak. Ukam bu yoqqa kel. Qani? Qayerga ketaverdi? Mana sakrayman. Uka, bu yoqqa kel. Killer topib olasiz seni. Boramiz mana. Hozir o'yinda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kishi qolibdi. Xo'sh, 1 minut qolibdi. Exit ochilishiga. Mana bitta bir otam sakrab yotibdi. Qani? Qayerga ketaverdi? Mana shu o'tiraman ukamni. Bilasizlar, ertaga admin avgust bo'ladi, Escape Keyboardda. Uni ham admin avgustdagi videoni ham chiqarishimni xohlasanglar, like bosib, davay admin avgust videosini ham chiqaring deb yozsanglar, chiqaraman. Xo'sh. Yarim minut qoldi.
Ya'ni 30 sekund. 30 sekunddan keyin biz qocha olamiz. Killer bizni ko'rib qolmaslik kerak qochayotgan paytimiz. Xo'sh, 10 sekund qoldi, 10 sekund. Davay. Exit mana. Exits open in 10 seconds deb turibdi. Hozir killer o'sha tarafda ekan, eshik ham o'sha tarafda bo'lib qolmasa bo'ldi. Davay. Chiqib ketishimiz kerak. Tezroq boramiz. Xo'sh, davay. Killer kelyapti. Men qochdim. Xo'sh, davay. Biz уже qochdik. 40 sekund qoldi keyingi raundga. Xo'sh, bolalar, davay. Keyingi raundga 30 sekund qoldi. Mana shu raundda o'ynab ko'ramiz. Qani bunisida men killer bo'lamanmi yo yo'qmi? O'z levelim 24 o'tdi. Bu yerda mana paklar bor. Paklarni shunday ustiga bossam mana shunaqa zo'rin ular birontasini beradi. 5 sekund qoldi. Davay. 3, 2, 1. Davay. Qaysini tanlaymiz? Minus tanlaymiz, minus. Davay. Minus tanladik. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Loading minus. Qani kim bo'larkan randomda? Voy, men bo'ldim. Davay. Endi killer ko'ramiz da. Killer o'ldiramiz. Birinchi ukamni o'ldiraman. Xo'sh, mana hamma ketdi уже. Killerman. Mana shunaqa kiyim kiyganman. Sirena golovani kiyaman keyingisida. Вообще balandga sakra oladi. Davay, 3, 2, 1. Hozir biz endi o'ldiramiz hamma. Go. Ketdi. Xo'sh. Cho'rtta mashqlarda odam bor. Eng ko'p odam men qayerda bo'lishini bilaman. Hozir boramiz o'sha yerga. Odam ko'rgan bo'ldi. Odam yo'q ekan. Ketdik endi. Zo'r joy bo'ldi. Hozir ko'taramiz. Davay, endi normal. Mana aytdim-ku. Mana ukam. Davay. Ukamni o'ldirdik. Voy, yangi kim berdi? Red Shrieker degan. Bu yoqqa keling. Davay. Yur. Davay, uni o'ldiramiz. Odam kelyapti qutqarishga. Ukam qochib ketdi. Hozir ikkalasini o'ldiramiz. Berdi. Davay, buni o'ldir. Ikkalasini yana bittadan o'ldirib chiqsak, boshqa tilla olmaydi. Kimdir qutqarsa uni. Xo'sh, qutqarish kelmayaptimi? Deganni o'ldirib yuboraman. Hozir men boshqasini oldiga borsam, ularni kimdir qutqaradi-da. O'shaning uchun bormayman. Xo'sh. Ko'pincha mashta odam bo'ladi. Mana. Odam keldi, davay. Ikkalasini jon tezroq tugasaydi. Davay, bittasi o'ldi. Odam ekan nima? Davay, ukamni o'ldirib yubordim. Ikkita odam. Mana buni birinchi o'ldiramiz. Ular qochib ketmasin. Davay.
Qani boyagi? Qochib ketyapti. Day. Bitta odam ko'rdim tepada. Mana shular ichiga kirib olgan bo'ladi ko'p. Buni buyoqdan ekan. Buni tepasida ham yo'q. Cho'ta odam bor mana shu yerda. Bunun orqasida ham odam bor. Davay. Mana. Shunun orqasida ham odam bor. İyi mana. Bo'ldi, hamma o'ldi. Mana mash qoldi faqat. Ketmasin. Bo'ldi, hamma o'ldi. Davay. 9 kishini o'ldiribman. Bolalar videoni shu joyda yakunlaymiz. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan O'zbek Roblox bo'ldi.